Qiyomat kunida birodarlar, roza o'zining egasini shafoat qiladi. Shafoat degani nima degani? Yo'la borish. Bu bizdan da borish. Chigizvani bizdan deb qo'yamiz. Hammamiz varzuquna shafaatahu yawmal qiyamah deb duo qilamiz. Rasulullohning shafoatini bizga rizq qilib bergan. Biz o'sha o'tolmay turganda, qiylanib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib turib, "O bizdan bu, o'tkazib olinglar." Roza sizni shafoat qiladi. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis: "As-siyamu val Qur'anu yashfi'an lil abdi yawmal qiyamah." Qur'on va roza qiyomat kunida shu ikkala amalni qilgan bandani shafoatiga oladi. Talavadan chiqib ketayotgan ko'rar 8 rakatdan. Mayli, o'zi talaba sunnat. O'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi. Ammo chiqib ketib qiladigan ishingiz bilan mayda turgan paytingizdagi qiladigan ishingizni taqqoslab ko'ring. Qiyomatda roza bilan Qur'on shafoat qiladi, deyapti. Bitta harfiga 10 ta savob bor Qur'onda. Siz tashqarida nima qilasiz chiqib? Keling, niyat qiling. Shu Ramazonda xuftondan keyin telefonni o'chirib tashab qo'yaman uyga. Masjidga telefonsiz kelaman. Shunda roza aytadi qiyomat kunida: "Ey Robbim, men bu bandani kunduzi taomidan, shahvatidan man qildim. Meni shafoat qildirgin" deydi. Qur'on deydi. Uni tunda uyqudan man qildim. Meni unga shafoat qildirgin deydi. Bas Alloh izn beradi, ikkalasi shafoat qiladi. Roza bilan Qur'on. Roza jannatga olib boruvchi sabablardan. Jannatda Rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina rozadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin. Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat rozadorlar kiradi. Oxirgi rozador kirib bo'lgandan keyin yopiladi. Boshqa birovga ochilmaydi o eshik. Ramazon muborak bo'lsin birodarlar.